7 qirrali yulduz 7-o'lchovning ramzi. Auspik qirrali yulduz xuddi shu rombning ramzi, insonning ma'naviy dunyosiga, ruhiy olamiga transformatsion qiladigan ramzi. Sifatida burchaklardan biriga qo'yilgan kub. 5 qirrali yulduz allati bilan bog'liq bo'lgan ishchi belgi bo'lib, u 5-o'lchov guruhiga kiradi. 5 qirrali yulduz belgisi insonda adolat tuyg'usini faollashtiradi, kelajakka umid uyg'otadi, odamlarning birlashishiga hissa qo'shadi. Ammo afsuski bu belgining o'ziga xos fazilatlari ila foydalanmasdan hayvon ongidek xizmat qiluvchi odamlar tomonidan o'z maqsadlari yo'lida foydalanishlari davom etmoqda. 5 qirrali yulduz qanday aylantirsangiz ham, u baribir o'z shaklini har tomondan bir xilda ushlaydi. Bu belgi Allohning ijodiy kuchlaridan biri bo'lib qolaveradi. Muhimi shundaki, bu kuch qayerga sarflanadi? Bu kuch uni qo'lga kiritgan odamlar qo'lida bo'ladi. Bu kuchning sifati, belgisi shundaki, u egasining har qanday tanlagan yo'lini pozitiv qo'llab yo'naltiraveradi. Shuning uchun qolgan asosiy gap inson ixtiyori bilan qiladigan tanlovi orqali, ya'ni o'z ixtiyori bilan tanlagan yo'liga bog'liqdir.